Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleni yaxshilab eshitib turing hadislar. Hazreti Umarga bir narsa yuvardilar. Ilinib, "Mana shuni Umarga bering, meni nomimdan hadya. Mana shuni bering" deb yuvardilar. Hazreti Umar qaytardilar. "Yo, kerak emas, olmayman. Men olmayman" deb qaytarib yubordilar. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni bundan sal dillari ranjib, "Ey Umar" dedilar, "Kelin. Nimaga bergan narsani qaytarasiz? O'zingiz aytgandingiz-ku, birovdan narsa olmanglar deb. So'ramanglar deganman. So'ramang, berganni qaytarma. Bu Alloh bergan rizq bo'ladi. So'ramasdan olding, so'ramasdan berdimi? Sen so'raganing yo'q. Berdimi qaytarma. Bu Allohning bergan rizqi bo'ladi. Ey Umar, buni bilib ol" dedilar. Hazrat Umar aytdilar, "Allohning nomi